Aziz andijonliklar, shahrimizda sizni farzandingiz uchun spa ochildi desam ishonasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Do'stlar, sizlarga aytgan bolachalarimizni spasi shu bo'ladi. Biz tilda bu gidrovanna deb ataladi. Bu gidrovannamiz 1 oylikdan boshlab 3 yoshgacha bo'lgan bolachalar uchun mo'ljallangan. Ayniqsa, injiq, o'zini yaxshi tuta olmaydigan, mushaklari tarang bo'lgan va kechasi yaxshi uxlamaydigan bolalar uchun ayni muddao. Azizlar, bemorimiz gidrovannada mazza qilib muloyimlik bilan massaj olyapti suv oqimi orqali. Suvimiz maxsus filtrdan o'tadi, bir xil haroratda turadi va bolani tinchlantiradi. Bu nafaqat cho'miltirish, balki bolachalarimiz uchun davolash ham hisoblanadi. Sizlarga foydalarini sanab beraman. Bolani qoyinlanishini yaxshilaydi, mushaklarini bo'shashtiradi. Bola tezroq tinchlanadi. Uyqusi chuqur va sifatli bo'ladi. Ovqat hazm qilishini yaxshilaydi. Natijada farzandingizning ishtahasi ochiladi. Eng asosiysi immunitetini yuqoriga ko'tarib beradi. Suv orqali bu berilayotgan oqim, harakat qoyinlanishini tezlashtirgani uchun bolani chidamliligini oshirib beradi. Jarayon bolani holatiga qarab 15 daqiqadan 20 daqiqagacha davom etadi. Bu vaqt ichida bola charchamaydi, aksincha energiya yig'adi. Qo'shimchasiga mutaxassisimiz uni yengil massaj ham qilib qo'yadi. Natija esa bir kunda seziladi. Bolangiz tinch, uyqusi yaxshi va kayfiyati zo'r bo'ladi. Sizning mitvoyingiz ham akulacha bo'lib suzishga tayyormi? Unda manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Andijon shahar Furqat ko'chasidan kirganingizda o'ng qo'lda Domlatayda LFK markazi.